Diqqat! Bu video har bir fuqaro, ayniqsa 20 yoki 25 yillik ish stajiga ega bo'lganlar uchun o'ta muhim. Agar siz shu toifaga kirsangiz yoki sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz shunday stajga ega bo'lsa, ushbu ma'lumot sizning kelajagingizni hal qilishi mumkin. Ko'pchilik pensiya tizimidagi yangiliklardan bexabar qolmoqda, bu esa kelajakda ularning moliyaviy ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugungi kunda aynan mana shu ish staji bilan bog'liq muhim o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosing. Bu ma'lumotlarning boshqalarga ham yetib borishiga yordam beradi. Qadrli tomoshabinlar, avvalo pensiya tizimida nima uchun aynan 20 va 25 yillik ish staji muhim eshik bo'lib kelganini tushunib olaylik. Ko'pchilik uchun pensiya tizimi nisbatan sodda tuyulardi. Ma'lum bir yoshga yetdingizmi? Ma'lum bir miqdorda ish stajiga egamisiz bo'ldi. Pensiyaga chiqish imkoniyati paydo bo'lardi. Xususan, ayollar uchun 20 yil, erkaklar uchun 25 yil minimal staj miqdori sifatida ko'rilardi. Bu shartlarni bajarganlar to'liq pensiya olishga haqli deb hisoblanar edi. Bu davrlar uzoq yillik fidokorona mehnatni qadrlash, fuqarolarning keksalikda munosib turmush kechirishini ta'minlashga qaratilgan edi. O'sha paytda asosiy e'tibor ish stajining davomiyligiga qaratilar edi. To'langan ijtimoiy badallarning miqdori ikkinchi darajali ahamiyatga ega edi. Yoki bu jihatga deyarli e'tibor berilmas edi. Pensiya miqdori ko'pincha so'nggi yillardagi o'rtacha ish haqi asosida hisoblanardi va bu ko'pchilik uchun yetarli deb hisoblanardi. Lekin hozir ahvol butunlay boshqacha. Yaqinda qabul qilingan qonun hujjatlari va ularga kiritilgan o'zgartirishlar pensiya olish shartlarini va pensiya miqdorini hisoblash tartibini jiddiy ravishda o'zgartirdi. Eng muhim o'zgarish shundaki, endilikda shunchaki staj yillari soni emas, balki aynan shu staj davrida to'langan ijtimoiy ajratmalar, ya'ni badallar miqdori hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu degani, siz rasman ish stajiga ega bo'lgan bo'lsangiz ham, agar shu davrlarda siz uchun yoki sizning o'zingiz tomonidan pensiya jamg'armasiga tegishli badallar to'lanmagan bo'lsa, u staj endilikda avvalgidek to'liq hisoblanmasligi yoki uning pensiya miqdoriga ta'siri sezilarli darajada kamroq bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishning asosiy sababi pensiya tizimini yanada adolatli va barqaror qilish. Ya'ni har bir fuqaroning pensiyasi uning mehnat faoliyati davomida shaxsan qilgan ijtimoiy to'lovlarga bevosita bog'liq bo'lishini ta'minlashdir. Bu xalqaro amaliyotga ham mos keladi va har bir fuqaroni o'z kelajak uchun mas'uliyatni his qilishga undaydi. Endi esa ushbu muhim o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Avvalo shuni tushunish kerakki, endilikda sizning pensiyangizni hisoblashda nafaqat ish stajingizning umumiy davomiyligi, balki har bir ish yili davomida oylik ish haqingizdan ijtimoiy sug'urta to'lovlari uchun qilingan ajratmalar miqdori ham juda muhim rol o'ynaydi. Oldinlari belgilangan ish staji bo'lsa, pensiya miqdori ko'pincha minimal miqdordan past bo'lmas edi. Hatto ish haqqi kam bo'lsa ham. Hozirgi tizimda esa, agar sizning rasmiy ish haqingiz minimal darajada bo'lgan bo'lsa va shunga yarasha pensiya jamg'armasiga juda oz miqdorda badallar o'tkazilgan bo'lsa, garchi siz 20 yoki 25 yillik stajga ega bo'lsangiz ham, sizning pensiyangiz sezilarli darajada past bo'lishi mumkin. Ya'ni shunchaki ishladim degan fakt emas, balki qancha miqdorda pensiya jamg'armasiga to'ladim degan savolga javob hozirda asosiy hisoblanadi. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, agar sizning ish stajingiz aynan 20 yoki 25 yil atrofida bo'lsa va siz pensiyaga chiqish arafasida turgan bo'lsangiz, bu toifa eng katta xavf ostida. Chunki sizning pensiyangizni qayta hisoblashda oldingi davrlardagi kam badallar jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchidan, agar sizning ish faoliyatingiz davomida norasmiy ish bilan shug'ullangan davrlaringiz bo'lgan bo'lsa yoki ish haqingiz qisman konvertda berilgan bo'lsa, bu sizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni siz qo'lingizga ko'proq pul olgan bo'lsangiz ham, pensiya jamg'armasiga rasman to'lovlar kam bo'lgani uchun bu davrlar pensiya hisoblashda to'liq inobatga olinmaydi. Uchinchidan, agar ish beruvchingiz ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq miqdorda amalga oshirilmagan bo'lishi mumkinligidan shubhalansangiz, afsuski bunday holatlar ham uchrab turadi va bu bevosita sizning kelajakdagi pensiyangizga ta'sir qiladi. Kimlar nisbatan kamroq tashvishlanishi mumkin? Agar sizning umumiy ish stajingiz 25 yildan sezilarli darajada oshiq bo'lsa va siz doimiy ravishda rasmiy ish joylarida yuqori ish haqi bilan ishlagan bo'lsangiz,
bu o'zgarishlar sizga kamroq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki sizning hisobingizda to'plangan ijtimoiy badallar miqdori allaqachon yetarli bo'lishi mumkin. Lekin shunga qaramay, har bir fuqaro o'z pensiya hisobini tekshirib ko'rish shart va shart. Keling, konkret misollar bilan ushbu vaziyatni ko'rib chiqamiz. Misol uchun tasavvur qiling, Ebi yoshli xotin qizimiz Dilorom opani. Uning ish staji aynan 20 yil. Dilorom opa bir umr to'qimachilik korxonasida ishlagan. Ilgari Dilorom opa 2 yillik staj bilan to'liq pensiya olishga umid qilardi. U asosan kichik korxonalarda rasman minimal ish haqi bilan ishlagan, ammo qo'liga ko'proq pul olgan. Masalan, uning oylik ish haqi rasman 1 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa-da, u qo'liga 3 million so'm olgan. Yangi qoidalar bo'yicha uning pensiyasi minimal darajadan salgina yuqori bo'lib chiqdi. Nega? Chunki rasmiy ish haqi past bo'lgani sababli pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ajratmalar miqdori ham kam bo'lgan. Pensiya jamg'armasiga million so'mdan hisoblangan badallar u olgan haqiqiy 3 million so'mdan hisoblangan badallardan 3 barobar kam deganidir. Natijada Dilorom opaning pensiya hisoblash koeffitsiyenti ancha past bo'lib, kutilgandan kam pensiya tayinlandi. Endi unga munosib pensiya olish uchun yana kamda 5 yil rasmiy ish staji va yuqoriroq oylik bilan ishlash kerak bo'ladi. Bu holat uni moliyaviy qiyinchiliklarga duchor qiladi. Chunki u endi keksayganida qo'shimcha ish izlashga majbur bo'ladi. Agar u o'z vaqtida bu holatdan xabar topganida, ehtimol o'z ish beruvchisi bilan rasmiy ish haqi miqdorini oshirish bo'yicha kelishuvga erishgan bo'lar edi. Yoki 28 yoshli akamiz Anvar akaga nazar solaylik. Uning umumiy ish staji 25 yil. Bu stajga turli davrlar kiradi. Bir qismi davlat ishida 10 yil, bir qismi xususiy tadbirkorlikda 8 yil, lekin o'zi uchun ijtimoiy badallar to'lamagan. Va bir necha yillik uzilishlar ham bor. 7 yil. Masalan, chet elda norasmiy ishlagan. Anvar aka 25 yillik staji bilan to'liq pensiya kutgan edi. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, uning pensiya hisoblash uchun yaroqli bo'lgan staji atigi 15 yilni tashkil etar ekan. Chunki xususiy tadbirkorlik qilgan davrlarda yoki uzilishlar bo'lgan yillarda pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilmagan. Anvar aka xususiy tadbirkorlik qilgan davrda soliq to'lagan, lekin bu to'lovlar har doim ham pensiya badallarini o'z ichiga olmagan. U bu nuancha haqida bilmagan. Natijada u to'liq pensiya olish uchun yetarli stajga ega bo'lmay qoladi va pensiya sezilarli darajada kamroq bo'ladi. Bu uning rejalashtirgan hayot tarzi, masalan, nabiralar uchun biror narsa sotib olish yoki uyini ta'mirlash rejalarini butunlay o'zgartirib yuboradi. Agar Anvar aka oldindan o'z stajini tekshirib, tadbirkorlik davrida ixtiyoriy badallar to'laganida bunday muammoga duch kelmas edi. Boshqa bir misol, 6000 yoshli Odil aka qariyb 30 yildan beri yirik korxonada yuqori maosh bilan ishlagan. Uning ish staji nafaqat davomiyligi, balki rasmiy ish haqi miqdori bo'yicha ham doim barqaror va yuqori bo'lgan. Masalan, uning oylik ish haqi doim mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqidan 2-3 barobar yuqori bo'lgan. Yangi qoidalar unga ham ta'sir qiladimi? Albatta pensiya hisoblash formulasi o'zgargan bo'lsa. Uning ham pensiyasi avvalgidek bo'lmasligi mumkin. Ammo uning uzoq yillar davomida to'plagan katta miqdordagi ijtimoiy badallari tufayli uning pensiyasi baribir yuqori darajada saqlanib qoladi va u minimal pensiyaga tushib qolish xavfidan xoli. Shunday bo'lsa ham Odil aka ham o'z stajini tekshirishi shart. Chunki hatto eng tartibli korxonalarda ham buxgalterlik xatolari bo'lishi mumkin. Ehtimol uzoq yillar oldingi bir davr uchun ozgina farq bo'lib chiqishi mumkin. Bu esa to'g'rilashga arziydi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, endilikda har bir ishlovchi shaxs o'zining pensiya hisob varag'iga jiddiy e'tibor qaratishi shart. Albatta har bir qoidaning o'z istisnolari bor va bularni bilish sizning holatingizni to'g'ri baholashga yordam beradi. Masalan, ayrim kasb egalari yer osti ishlarida o'ta xavfli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar uchun yosh va ish staji talablari an'anaviy qoidalardan farq qilishi mumkin. Ular uchun ko'pincha yosh cheklovi pasaytiriladi yoki stajga alohida imtiyozlar beriladi. Masalan, 1 yil ish uchun 1,5 yoki 2 yil staj hisoblanishi mumkin. Bu ijtimoiy adolat tamoyili bo'lib, og'ir mehnat sharoitida ishlaganlarga davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'shimcha himoya chorasidir. Shuningdek, ko'p bolali onalar uchun ham qonunchilikda alohida imtiyozlar ko'zda tutilgan. Masalan, 5 va undan ortiq farzandni tarbiyalagan ayollarning pensiya yoshi pasaytirilishi mumkin. Yoki ularning har bir farzandi uchun stajga qo'shimcha muddatlar hisoblanishi mumkin. Bu albatta.
ularning jamiyatga qo'shgan hissasi va bolalarni tarbiyalashdek og'ir mehnati uchun beriladigan rag'batdir. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun esa pensiya tayinlash tartibi butunlay boshqacha bo'lib, ularning ish staji va yoshiga oid talablar boshqa toifadagi fuqarolarga nisbatan yengillashgan bo'ladi. Bu imtiyozlar ham ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ushbu istisnolarga tushadigan fuqarolar pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zlarining huquqlarini aniqlashtirishlari shart. Ammo bu tizimda bir qancha tuzoqlar va noaniq jihatlar ham mavjudki, ulardan ogoh bo'lishingiz lozim. Eng katta tuzoqlardan biri bu konvertda ish haqi olish. Sizning ish haqingizning bir qismi yoki butunligi rasman ko'rsatilmasa, bu davrlar uchun pensiya jamg'armasiga badallar to'lanmaydi. Natijada sizning ish stajingizda bo'shliqlar paydo bo'ladi va bu pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu tuzoq ayniqsa kichik va o'rta biznesda, shuningdek xususiy sektorda keng tarqalgan bo'lib, ko'pchilik fuqarolar hozirgi daromadni o'ylab, kelajakdagi pensiya ta'minotini xavf ostiga qo'yishadi. Ikkinchi tuzoq ish beruvchining mas'uliyatsizligi. Ba'zan ish beruvchi xodimning ish haqidan ajratmalarini ushlab qoladi, lekin ularni pensiya jamg'armasiga o'tkazmaydi. Bunday holatda xodim jabr chekadi, chunki uning hisobiga pul kelib tushmaydi. Bu esa qonunbuzarlik hisoblanadi va ish beruvchi jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Ammo xodim buni bilmasdan pensiyaga chiqqanda muammoga duch kelishi mumkin. Uchinchidan, mehnat daftarchasidagi xatolar yoki noto'g'ri yozuvlar. Ba'zan oddiy bir harf yoki sana xatosi ham ish stajining hisoblanishiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, korxona nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki ishga kirish-chiqish sanalarida xatolik bo'lsa, bu davrlar staji hisoblanmay qolishi mumkin. Bu xatolarni tuzatish uchun ko'p vaqt va asab talab etilishi mumkin. Nihoyat, ko'pchilik fuqarolar o'zlarining pensiya hisoblaridagi ma'lumotlarni muntazam tekshirmasliklari katta muammodir. Ular faqat pensiyaga chiqish arafasida hamma narsani tekshirishga harakat qilishadi. Ammo bu paytda ayrim xatolarni tuzatish juda qiyin bo'ladi. Chunki ish beruvchi korxona yopilgan bo'lishi yoki arxiv ma'lumotlari yo'qolgan bo'lishi mumkin. Nodavlat tashkilotlarda ishlaganlar uchun ham muhim nuansiz bor. Ba'zi xususiy korxonalar, ayniqsa yangi tashkil etilganlar, pensiya tizimidagi o'zgarishlarga to'liq moslashmagan bo'lishi yoki buxgalteriya hisobini to'g'ri yuritmasligi mumkin. Yoki tadbirkorlar o'zlari uchun ijtimoiy badallarni to'lash majburiyatini unutib qo'yishlari mumkin. Tadbirkorlik faoliyati davrida shaxsiy pensiya badallari to'lanmagan bo'lsa, bu davrlar pensiya stajiga kirmaydi. Garchi tadbirkorlik solig'i to'langan bo'lsa ham. Bu ikki narsa har doim ham bir-biriga bog'liq emas. Shuningdek, ish stajiga hisoblanadigan davrlar faqat ish bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Harbiy xizmat, bolalarni parvarishlash davri, ayollar uchun har bir bola uchun ma'lum muddat, nogironligi bo'lgan oila a'zolariga qarash, hatto ba'zi hollarda oliy ta'lim muassasasida o'qish davri ham ish stajiga qo'shiladi. Lekin eng muhim jihat shundaki, bu davrlar ish stajiga qo'shilsa-da, ularning har biri uchun qancha miqdorda ijtimoiy badal hisoblanishi alohida qoidalarga ega. Masalan, bolalarni parvarishlash davri stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bu davr uchun hech qanday badal to'lanmagani sababli u pensiya miqdorini oshirishga ta'sir qilmasligi mumkin. Faqatgina staj muddatini uzaytiradi. Eng muhim va ehtimol ko'pchilikka noma'lum bo'lgan nuanja shundaki, siz o'zingizning yo'qolgan yoki yetarli bo'lmagan ish staji davrlarini sotib olishingiz mumkin. Ya'ni siz ma'lum bir miqdorda badal to'lash orqali o'zingizning pensiya stajingizni to'ldirishingiz yoki oshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa 20 yoki 25 yillik stajga ega bo'lib, to'liq pensiya olish uchun ozgina yetmayotganlar uchun ayni muddao bo'lishi mumkin. Bu mexanizm orqali siz, masalan, norasmiy ishlagan yoki vaqtincha ishlamagan davrlar uchun o'zingiz badal to'lab, ushbu davrlarni rasmiy ish stajingizga qo'shishingiz va pensiya miqdorini oshirishingiz mumkin. Bu imkoniyat haqida ko'pchilik bilmaydi. Lekin u sizning pensiya kelajagingizni sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Endi esa eng muhim bo'lgan amaliy maslahatlarga o'tamiz. Qanday harakat qilishingiz kerak? Birinchi va eng muhim qadam, o'z ish stajingizni va pensiya jamg'armasiga to'langan badallaringizni zudlik bilan tekshiring. Pensiyaga chiqishga 1-2 yil qolganda emas, balki hozirdanoq. Chunki keyinchalik muammolarni bartaraf etish qiyinroq bo'ladi. Chunki hujjatlar yo'qolishi yoki korxonalar yopilishi mumkin. Bu sizning shaxsiy moliya xavfsizligingiz uchun mas'uliyatli yondashuvdir.
Qayerga murojaat qilish kerak? Siz quyidagi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bir, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlariga. Bu eng to'g'ri yo'l. Chunki ular sizning shaxsiy pensiya hisobingiz haqida to'liq ma'lumotga ega. Sizga kerak bo'ladigan shakllarni ular taqdim etishadi. 2. Davlat xizmatlari markazlariga DXM. DXM orqali ham tegishli ma'lumotlarni so'rab olishingiz, jumladan ish stajingiz haqida ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Ular birinchi qadamni qo'yish uchun juda qulay. Elektron hukumat portali my.gov. Uz orqali onlayn tarzda ma'lumot olishingiz mumkin. Bu eng tezkor va qulay usul. Ushbu portal orqali siz o'z shaxsiy kabinetingizga kirib, ish stajingiz, pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan badallar haqida ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Agar sizning elektron raqamli imzongiz evri bo'lsa, bu jarayon juda oson kechadi. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Murojaat qilganingizda sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasportingizning asl nusxasi va nusxasi. Mehnat daftarchangizning asl nusxasi va barcha sahifalarining nusxasi. Bo'sh sahifalari ham. Barcha ish joylaringizdan mehnat shartnomalari nusxalari agar mavjud bo'lsa, ayniqsa norasmiy ishlagan davrlarga oid. Shuningdek, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomalari. Agar pensiya jamg'armasida ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, pensiya hisoblash uchun kerak bo'ladi, odatda so'nggi 5 yil uchun. Harbiy guvohnoma erkaklar uchun, harbiy xizmat davrini tasdiqlash uchun. Farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari ayollar uchun bolalarni parvarishlash davrini stajga qo'shish uchun. Oliy ta'lim muassasasini tugatganlik haqidagi diplom. Agar o'qish davri stajga qo'shilishi kerak bo'lsa, sizda bor bo'lgan boshqa har qanday ish faoliyatingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, guvohliklar, arxiv ma'lumotnomalari, qanday so'rovnoma yozish kerak? Siz pensiya jamg'armasiga yoki DXMga ish stajingiz va pensiya hisobingizdagi to'lovlar haqida batafsil ma'lumot berishni so'rab ariza yozishingiz kerak. Ular tayyor sharhlarni taklif qilishadi. Lekin siz o'zingizning aniq savollaringizni ham kiritishingiz mumkin. Masalan, mening 2000-2005 yillardagi ish stajim va shu davrdagi badallarim qanday hisoblanganini bilmoqchiman. Aytilgan barcha ma'lumotlarni to'liq tushunmagan bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasi xodimlaridan tushuntirishni so'rang. Agar nomuvofiqliklar aniqlansa nima qilish kerak? Birinchi navbatda avvalgi yoki hozirgi ish beruvchingiz bilan bog'laning. Xatolarni tuzatishni so'rang. Agar pensiya jamg'armasida sizning ma'lumotlaringiz noto'g'ri bo'lsa, ko'pincha bu ish beruvchining xatosi tufayli yuzaga keladi. Ulardan tuzatish kiritishni talab qiling va tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, tuzatilgan ma'lumotlar yuborilganligi haqidagi xat olishga harakat qiling. 2. Agar ish beruvchi yordam bermasa yoki mavjud bo'lmasa, siz qo'shimcha hujjatlarni to'plashingiz kerak bo'ladi. Bank hisob varaqlaridan ko'chirmalar, oylik varaqlar, buyruqlar, guvohliklar, ish haqini tasdiqlovchi boshqa har qanday hujjatlar. Bu hujjatlar sizning haqiqiy ish haqingiz va ishlaganligingizni tasdiqlaydi. 3. Pensiya jamg'armasiga yozma ravishda e'tiroz bildiring va barcha to'plangan hujjatlarni ilova qiling. Ariza 2 nusxada bo'lsin. Birini sizga imzolatib qoldirishsin. Ularning javobini kutib turing. 4. Oxirgi chora sifatida sudga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Shuning uchun yuridik maslahatchiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Advokat sizning huquqlaringizni himoya qilishga va barcha zarur hujjatlarni tayyorlashga yordam beradi. Va nihoyat, agar sizning stajingiz yetishmayotgan bo'lsa yoki to'lovlar miqdori past bo'lsa, siz ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga badal to'lashingiz, ya'ni yo'qolgan davrlarni sotib olishingiz mumkin. Bu sizga to'liq pensiya olish uchun yetarli stajni ta'minlashga yordam beradi. Bunday holda siz pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, ish stajini sotib olish tartibi, miqdori va shartlari haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bu mexanizm ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan va ozgina staj yoki badal etishmayotgan fuqarolar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Bu albatta ma'lum bir moliyaviy xarajat talab qiladi. Lekin kelajakda sizga munosib pensiya olish imkoniyatini beradi. Unutmang, pensiya ta'minotingiz bu sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz garovidir. Uni shunchaki taqdirga tashlab qo'ymang. Bugungi videoda aytilgan barcha maslahatlarga amal qiling va o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun harakat qiling. Sizning bu boradagi fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Izohlarda o'z tajribangizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarimizga ham yordam beradi.
Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.